Men bu qushga ko'zim tushdi. Gapiradigan qushmi deyman? Ha, bu asosiy erkatoq qushimiz bu. Gapiradi bu. Ha. Tishlaydimi? Yo'q, qo'lga o'rgatilgan bu. Ismi nima? Grisha. Necha pul turadi mana shunaqa gapiradigan to'ti? Hozir bu 3,5 ming dollar atrofida bu. 3,5 ming dollar. O, narxini eshitib qoldi. voy. Do'stlar, eng qimmat papugayim bu Mo'minjon aka. Ha, eng qimmat shu yerda. Eng qimmat papugayni ko'rsataman. Necha pul bu to'xtang, narxini aytaylik. Narxi hop 5 mingdan 10 ming dollargacha jupa. 5 mingdan 10 ming. Oching. Voy. O'stirganmisiz bularni? Ha, bular o'zi uyimizda уже 8 yildan beri o'zi yashaydi. Ha, bola tug'ganmi? Ha, bola tuqqan, ochgan, Sotgansiz? har xil bor, ha. Hozir buni bolalari sotuvdagi narxi o'sha tuxumdan chiqishi bilan 1000 dollar, 1,5 ming dollarga sotiladi. Bu yog'i mana arri qushlar ekan, 4 ta kletkada para. Ha, hammasi para. Endi o'zi sovuq tushib qoldi, shunga tashqi eshigini yopib qo'yganmiz. 4 ta para yiliga 5 ta tuxumdan bersam 20 ta tuxum уже sanab olaydi, mana. Qilaverdim.